Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Tuğanlar, musulmonlar, bana bugun 10 kunida o'tdi Urazani. Kun shulay tez o'ta, ush ketarlik hal bilasizmi? Ush ketarlik. Bek tez o'ta kunlar, umr o'ta. Boshqirdiston bilan Tataristonning hallari og'irlasha. Bizga ozodlik olirga sabablar bek ko'p. Shu sabablarni nechikdir biz yengib chiqib, o'zimizni ishimizda kishiga taratib, kishini uyatib, tezroq o'zimizning mustaqil Boshqirdiston bilan Tataristonni yasarga tejibmiz. Mana shulay 50 qo'ylarda yashab, 50 qo'ylardan biz mana shulay videolar jibermasik, har birimiz Boshqirdistonda yasharik, har birimiz Tataristonda yasharik. Hozir 50 qo'ylarda yashab yuribmiz, shit illarda o'zimizni ilimizni tashlab. Shunlarga tuğanlar uyanık ikinci уже urazalarga Allah versa. Biz хотя jiyilishik mana shu 1 yil içinde jiyilishib 50 ming kishi bo'lib Moskvaga bostirib borik. Boshqirdiston bilan Tataristonni ozod etib Moskvaga yo'l tutdik. Qo'lga qurol olik. Shu mana shu Allohning yo'lidagi sug'ishga chiqik. Shu Allohning yo'lidagi sug'ishdan bizni как говорится, bir kim tortib ola olmasin. Shunlarga men sizni indim, shunlarga sizni chaqiram, uyanirga mana shu Urazani 10 kun o'tgan chog'ini esga olib, meni so'zlarimni boshtangina o'tkazmasdan, yurakdan o'tkazigiz. Ham uyanig'iz. Er kishilar 30 yoshdan 50 ga qatli, 30 dan 50 ga qatli. Bizga ruslarni rotalari, ruslarni dunyosi bizga kerak tugul. Biz только Boshqirdiston ham Tatariston, boshqirt ham tatar yigitlarini jiyirga tegishmiz. Shunlarga uyanig'iz. Kutib qolam, yozig'iz. Menga Telegramga yozig'iz, so'lashik, tanishik. Короче, chet elga chiqig'iz. Onda bir narsa ishlab bo'lmaydi. Chet elga chiqirga tirishig'iz. Давайте, esen sog'. Allah qabul etsin. Tutgan urazalaringizni tövbe qiling'iz. Namoz o'qimaganlar namoz o'qig'iz. Kutib qolam. Rahmat.